Hop, endi RStudioni o'zi bilan endi tanishib chiqadigan bo'lsak, buning uchun RStudioni o'ziga kiraylik. Hop, yuklab olganimizdan keyin xuddi shunaqa tartibda yana bitta narsa bu leksiyada ham seminarda ham aytilgan, ya'ni RStudio to'liq ishlashi uchun bizga ham har o'zi ham kerak bo'lar edi. Hop, iloji boricha o'chirib ketaman. Hop, yangi fayl ochaylik. Bo'ldi. Hop, mana yangi fayl ochdik. Demak, bizda umumiy o'zi RStudio kirganimizda, ya'ni shunaqa holatda, ya'ni kirarkanmiz. Ilk kirganimizda bizda 4 ta asosiy oyna paydo bo'ladi. Bu bizda birinchi oynamiz, ya'ni biza asosiy ish qiladigan oynamiz. Keyin pastida bizda konsol, ya'ni tergan kodlarimizni chiqqan javobini shu yerda ko'rib boramiz. Keyin environment qismi o'ng qo'l yuqorida joylashgan. Bu bizda ya'ni datalar yig'iladigan qismi hisoblanadi. Bu haqida yana keyinchalik to'xtalib o'tamiz va pastmi haqida ham keyinchalik yana batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Hop, endi RStudioni yanada yaxshiroq tushunib olishimiz uchun eng sodda ishlardan boshlaylik. O'zi RStudio xuddi qaysidir ma'noda Python yoki boshqa tillarga ham o'xshash desa ham bo'ladi, lekin to'liq asosi unga bog'liq deyolmayman, chunki RStudioda ya'ni imkoniyatlar yanada kengroq, to'lig'idan to'liq bu programma yaratish yoki shunga o'xshash narsa uchun emas, balki aynan biza o'rganadigan sohada bu statistika ma'lumotlarni tahlili bilan shug'ullanish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biza aynan tahlildan foydalanamiz. Shuning uchun keyin eng sodda arifmetik amallardan boshlaylik. Masalan, 3 + 5 deb oladigan bo'lsam. Endi bizga javobni berish uchun nima qilamiz? Ctrl Enter bosaman. Ahamiyat beradigan bo'lsak, bizada tepani o'chirib yubordim. Ya'ni pastki qismga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, ya'ni bizada 3 + 5 va javob chiqib kelyapti. Ya'ni javob bizada 8 ligi haqida. Xuddi shu narsani davom etamiz. Masalan, boshqa narsa yozib ko'raylik. Ko'paytiruv masalan 23 ko'paytiruv 11. Yana xuddi shunaqa. Agar Enter bossam, ahamiyat bersak, keyingi narsaga o'tib ketyapti. Ya'ni keyingi qatorga, ya'ni bizga javob chiqarib berish uchun, ya'ni Ctrl Enter bosamiz. Ctrl Enter. Mana pastda javob chiqdi. Ya'ni 23 ni 11 ga ko'paytirganimda javob menda 253. Agar yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, mana. Mana bu yerda bizga javob chiqarib beradi. Va bu nafaqat bizda kalkulyator sifatida, balki seminar va leksiya darslarida ham ko'rib o'tdik. Istalgan funksiyani berib borsa bo'ladi. Xoling u sqrt, ya'ni ilzosli funksiya bo'lsa, masalan 81 ni oladigan bo'lsak va Ctrl Enter, mana javob 9. Yoki logaritmlarni ham hisoblab ketsak bo'ladi. Masalan, logaritm 10 asosiga ko'ra aytaylik 1000 ga oladigan bo'lsam, mana Ctrl Enter, mana 3 chiqdi. Ya'ni bu yerda bizda asos olinadi va logaritm o'zining qiymati. Hop, bu bo'yicha ham yana keyinchalik yana batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, tushundik, ya'ni RStudioda istalgan, ya'ni matematikada o'tgan istalgan amallarni bajarish mumkin. Bu xoh arifmetik amallar bo'lsin, qo'shuv, ayruv, ko'paytiruv, bo'luv, ildiz osti funksiyasi bo'lsin, logaritmik funksiya bo'lsin, daraja funksiya bo'lsin, ularni barchasini bajarsa bo'lar ekan. Endi biz bildik, ya'ni arifmetik amallar, ya'ni qo'shuv, ayruvni bildik. Endi ma'lumotlar yoki daniylarni yig'ish bilan endi shu daniylarni ko'rsatib berishni bitta mashq qilib ko'radigan bo'lsak. Hop, masalan, to'plamimizga nom beramiz, x bo'la qolsin. Endi to'plamni o'zini ko'rish uchun biz bitta kichik belgini beramiz va chiziqcha. Va chiziqchadan keyin o'sha to'plamimiz seminarda esingizda bo'lsa, ya'ni C belgisini qo'yardik. Ya'ni C belgisi bu bizda vektor ekanligi haqida belgiydi va to'plamimiz qaysi sonlardan iborat? Masalan, 1, 2, 3 deb oladigan bo'lsak, Ctrl Enter oladigan bo'lsak, mana bizda x
to'plamimiz 1, 2, 3 va ahamiyat beradigan bo'lsak, mana pastki qismimizda, ya'ni x to'plam chiqib keldi. Yuqori o'ng qismda, ya'ni bizda endi ma'lumot paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi ma'lumot, ya'ni x to'plam va bu nom deyishiladi bo'lsa, ma'lumotlar bir necha xil turga bo'linardi. Ya'ni bu numeric, ya'ni raqamlar, ya'ni sonlarga doir ma'lumot bo'lganligi uchun, ya'ni birdan 3 ta, ya'ni 3 ta element mavjud. Ya'ni 1, 2, 3 lar mavjud ekanligini ko'rsatib turibdi. Biza nafaqat, ya'ni nomni x, y yoki z ko'rinishda, balki so'z yordamida ham bersak bo'ladi. Masalan, aytaylik, ma'lumot deb qo'yamiz. Ya'ni datamiz nomini. Yana xuddi shunaqa kichik belgisi va chiziqcha. Agar, ya'ni son ko'rinishda bo'lsa ma'lumotimiz, ya'ni vektor belgisini qo'yamiz s ni va ma'lumotlarni kattalayamiz. Ya'ni 10, 20, 30, 40 va 50 bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar bazamiz. Endi mana ma'lumotni kiritdik. Agar Ctrl Enter bosadigan bo'lsak, mana ma'lumotlar kiritildi. Ya'ni ma'lumot datamiz 1 dan 5 gacha element mavjud. 10, 20, 30, 40, 50. Endi xuddi shu ma'lumotni endi izoh berib ketsak ham bo'ladi. Ya'ni ma'lumot datasiga izoh, ya'ni ma'lumot, ya'ni datani nomini yana yozaman-da. Izoh berish uchun xohlasam bitta panjara bersam bo'ladi yoki bir nechta panjara bersam ham bo'ladi. Ya'ni o'ziga bitta qulaylisini tanlaysiz. Hop, masalan aytaylik, bu yerga ma'lumotlar bazasi deb masalan izoh berib ketdik. Va yana xuddi shunaqa Ctrl Enter berib ketaman. Ahamiyat beradigan bo'lsa, ya'ni bizada, ya'ni konsol qismimizda, ya'ni izoh bergan izohimiz paydo bo'ladi. Va undan keyin data. Ya'ni data chiqishiga mana bu ma'lumot deb yozgan datamiz sabab. Lekin shu joyda yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Agar masalan hozir biz alohida, ya'ni birinchi environmentga datani qo'shib keyin chiqazdik-ku izohni. Agar mana bunaqa holat bo'lsa, masalan aytaylik, keyingi ma'lumotimizni masalan sonlar deb beradigan bo'lsam, xuddi shunaqa vektor ko'rinishida, masalan 1, 2, 3, 4 deb oladigan bo'lsak va keyin undan keyin yana izoh berib ketsam sonlarga, masalan izohga aytaylik, sonlar to'plami degan izoh berib, ana undan keyin Ctrl Enter bosadigan bo'lsam, menga xatolik beradi. Ya'ni bu xatolik nima sababdan chiqdi desanglar, biza hali environment sonlar degan to'plami hali kiritmadik. Asosiy muammo shunda. Shu joyda e'tiborli bo'lasizlar. Bunaqa holatda nima qilamiz? Agar ikkala, ya'ni izoh bilan, ya'ni sizlar kiritayotgan to'plam bir-biriga bog'liq bo'ladigan bo'lsanglar, buni ikki xil usuli bor. Xohlang, xuddi avvalroq ma'lumot bazasini kiritganimizdek, avval ma'lumot datasini o'zini, ana undan keyingi qatorni Ctrl Enter qilib kiritsanglargina, ya'ni izohiylar paydo bo'ladi. Yoki xuddi shu ikkala, ya'ni buni funksiya deymizmi yokida amallar to'plami deymizmi, uni belgilab turib, avval run qismiga o'tamiz. Mana run qismini o'tganimdan keyin bizga chiqarib beryapti. Ya'ni sonlar 1 dan 4 gacha va sonlar to'plami ham 1, 2, 3, 4 ko'rinishida chiqib kelyapti. Ya'ni asosiy qiladigan ishimiz shulardan iborat ekan. Shu joyda e'tiborli bo'lamiz. Arstudiyoni o'rganishda davom etamiz. Avvalgi qismlarda, ya'ni ma'lumotni bazaga kiritish va sonlar bilan sodda arifmetik amallarni bajarish. Endi umumiy statistik parametrlarni kodlar yordamida hisoblashni ko'rib chiqamiz.
Hop, birinchi o'rinda har doimgidek, ya'ni ma'lumotni kiritib olamiz. Keling, bazamizni nomiga hop, baza deb nom beraylik. Baza har doimgidek kichik belgi, chiziqcha bazamiz sonlardan iborat bo'lganligi uchun vektor belgisini qo'yib, o'sha sonlarni kiritib boramiz. Masalan, sonlar 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 va 20 bo'la qolsin. Mana ma'lumotlar bazasini yasab oldik. Endi umumiy statistik ma'lumotlarni hisoblashimiz uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Shundan boshlaylik. Demak, o'rta arifmetik bilishimiz kerak. Minni hisoblaymiz. Hop, undan keyin bizni mediani hisoblaydigan funksiya orqali hop, range, ya'ni maksimum, minimum, undan keyin dispersiya bilan o'rtako'ylak osh. Buni biza variance bilan variance and standard deviation larni hisoblashni ko'rib chiqarganmiz. Ya'ni funksiya yordamida maxsus. Hop, unda boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Ma'lumotni kiritib olamiz. Ma'lumot kiritish uchun biz bilamiz, ya'ni Ctrl Enter bossam bo'ldi shu qatoriga. Ahamiyat beradigan bo'lsak, ma'lumotlar kirildi. Hop, birinchi undan oldingilarni o'chirib keta qoling, adashib ketmaslik uchun. Qaytadan ma'lumot kiritamiz. Mana ma'lumotlar kiritildi, ya'ni baza ma'lumoti numeric, ya'ni raqamlardan iborat 9 ta element mavjud ekan va mana bizda ma'lumotlar bazamiz. Endi keyin qilganimiz nima bo'ladi? Aytib o'tganimdek, ya'ni funksiya yordamida umumiy statistik parametrlarni aniqlashni boshlaymiz. Birinchisi mean. Mana ahamiyat beradigan bo'lsak, o'zi bizda funksiyamizdan chiqib keldi. U haqida qisqacha ma'lumot, ya'ni arifmetik mean, ya'ni o'rta arifmetik va u haqida umumiy ma'lumot. Hop, biza mean, ya'ni o'rta arifmetik hisoblashimiz kerak, ya'ni baza degan ma'lumotlarni ichimiz. Shu joyda bitta narsa, har safar masalan funksiya hisoblayotganimizda ichiga, ya'ni bazamizni, ya'ni to'plamimiz nomini kiritamiz. Shuning uchun to'plaminglar nomi qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi. Endi hozir menda 4 ta harfdan iborat bo'lgani uchun, ya'ni 4 ta yozib yuboraman. Qancha uzun bo'lsa, shuncha qiynalib ketaverasiz. Iloji boricha bitta harf yo B yo Z yo X qilib belgilab ketgan ancha soddaroq bo'ladi. Hozir biz shu ko'rinishda davom etib ketamiz. Hop, keling, endi minni o'zini hisoblab ko'ramiz va shunga izoh berib ketamiz. Ya'ni bizda bu o'rta arifmetik. Ctrl Enter bosadigan bo'lsak, mana bizda min. Ya'ni o'rta arifmetikka qiymati kelib chiqdi, ya'ni 12,88 ga teng ekan. Va keyingilarini hisoblab ketamiz. Hop, keyin hisoblashimiz kerak. Bu bizda mediani. Hop, median funksiyasi mana o'zi shunday chiqib keldi. Ahamiyat beradigan bo'lsak, ya'ni compute the sample median, ya'ni medianani o'zini aniqlaymiz. Bunda ham xuddi shu narsa. Baza to'plamidan. Bunga izoh berib ketamiz. Bu bizda median. Hop, endi medianani ham qo'shib qo'ya qolaylik. Ctrl Enter orqali. Mana bizda mediani ham chiqib keldi. Hop, endi keyingilarini Ctrl Enter siz tez yozib ketamiz. Keyingisi bizda bu boshqachasiga razmah deyiladi yoki range, ya'ni maksimum bilan minimum qiymati. Hop, range ya'ni bazamizning nomi, baza to'plam. Bunga izoh minimum va maksimum qiymati chiqarib beradi bu funksiyamiz. Va o'zi esida bo'lsa razmah maksimum bilan minimum ayirmasi edi. Ayirmani hisoblashimiz uchun biz ya'ni difference funksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni bu bizda ayni ma'lumotlar orasidagi nimasamiki, shu ayirmani topib beradi, sodda qilib aytganda. Ya'ni range baza aynan bu minimum bilan minimumni orasidagi ayirma. Boshqacha qilib aytganda razmah deb biladik yoki
aytaylik, range length deb bo'lsa bo'ladi. Ya'ni umumiy uzunlik. Hop, endi variance bilan standard deviation topish uchun funksiyalarimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni variation funksiyasi bunga xuddi shu narsa baza va standard deviation, ya'ni o'rta kvadratik ovoz topish uchun SD deb qo'ysa, ya'ni bosh harflarni yozib qo'ysa, shuni o'zi kifoya. Bu yerga ham baza. Endi shularni hammasini bittada hisoblab berish uchun umumiy funksiyani hammasini belgilaymizda runni bosamiz. Ahamiyat beradigan bo'lsak, bizga bir boshdan yana hammasini chiqazib berdi. Ya'ni min o'rta arifmetika qiymati, medianni qiymati, range ya'ni minimum bilan maksimum qiymat 5 bilan 20, ularni orasidagi ayirma 15 va variance 28 va o'rta kvadratik og'ishimiz 5 ga teng ekanligini bilib oldik. Hop, shu bilan ya'ni hozircha ya'ni sodda funksiyalarni, ya'ni shularni hozir bilishimiz yetarli. Qolganini seminar fayllardan yana ko'rib borsak bo'ladi. Keling, shuni ham tahlil qilib boramiz. Seminar fayllardan foydalansak bo'ladi. Bu yerda ham umumiy ma'lumotlar berib o'tilgan. Ya'ni qanaqa qilib ma'lumotni kiritish, buni avvalroq ko'rib chiqdik. Bu yerda ham bir qancha qiziq ma'lumotlar bor. Bularni ham esingizda bo'lsa seminar darsida ishlab ko'rganmiz. O'zingizlar yana mustaqil ishlab chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda ayrim funksiyalarni umumiy formulalari berib ketilibdi. Va ularni qanaqa hisoblash? Hop, bizga hozir kerak bo'ladi yangi funksiya. Shu yerda. Ya'ni summary funksiyasidan foydalansa bo'ladi. Ya'ni summary funksiyasini o'zi bizga umumiy ma'lumotlarni chiqarib beradi. Ya'ni statistika, ya'ni minimum, kvartalli, median, min, ya'ni o'rta arifmetik va maksimum qiymatlar. Ya'ni summary funksiyasidan foydalanib ko'ramiz. Summary deb yozamizda va bazamizni nomini yozamiz. Ya'ni baza. Ctrl Enter bosadigan bo'lsak, mana. Ya'ni bizda summary, ya'ni umumiy ma'lumotlar chiqib keldi. Xuddi shu, ya'ni seminar faylda berilgani kabi. Ya'ni ayrim formulalarni va ayrim funksiyalarni aynan shu yerdan o'rganib olsak ham bo'ladi. Bu yerda ham izohlab berib ketilgan. Hop, yana bitta qiziq narsa, ya'ni paket haqida aytib o'tilgan. Ya'ni yangi paketni ishlatish. Va bu paketda ko'rib turganimizda yanada ko'proq ma'lumotlar bor va yana ikkita ya'ni yangi qo'shilgan ma'lumot, ya'ni skew va kurtosis. Ya'ni bu esingizda bo'lsa, funksiyani qanchalik chap tomonga yoki o'ng tomonga olganligini ko'rsatib berar edi. Endi mana shu paketlardan foydalanib ko'ramiz. Hop, paketlarni o'tkazish unchalik murakkab emas. Uning uchun ya'ni o'ng qo'l pastda joylashgan oynadan foydalanamiz. Hop, bu yerda package qismiga o'tamiz va install qismidan yokida bizga kerakli paketni ushbu ro'yxatdan ham qarasak bo'ladi. Hop, masalan, yangi paket o'tkazmoqchi bo'lsak, installni bosamiz va kerakli paketni nomini belgilasak bo'ldi. Hop, biz hozir o'tkazmoqchi bo'lgan paketimiz nomi ya'ni esda qolishga osonroq bo'lishi uchun psixga o'xshashroq yozilgan. Xuddi shu narsani yozamiz. Ya'ni PSYCH. Va mana bizda ya'ni o'sha paketimiz chiqib keldi. Shu paketimizni bosamiz va install tugmasini bosamiz. Install tugmasini bosganimizdan keyin va ko'rib turganinglardek, ya'ni faylimiz yuklanyapti. Va yuklanib bo'lgandan keyin, ya'ni o'zi umumiy ya'ni yuklanish amalga oshirildi degan ma'lumot ham kelib chiqyapti. Va ro'yxatdan qaraydigan bo'lsak,
Mana ushbu paketimiz yuklanganligini ko'rishimiz mumkin. Ro'yxatdan. Keyin shu joyga bitta mana bu птичка belgisini qo'yib qo'yamiz. Ya'ni shu paketni ishlatishimiz uchun. Va ko'rib turganimizdek console qismida, ya'ni bizda library sig so'zi paydo bo'ladi. Ya'ni bu narsani уже ishlatishimiz mumkinligi haqida. Endi paket ishlatishimiz uchun nimadan foydalanamiz? Ya'ni umumiy funksiya, ya'ni describe funksiyasi, ya'ni bizga kerakli narsa describe funksiyasi ekan. Yozamiz. Describe va ahamiyat beradigan bo'lsa, ya'ni qaysi paketga doirligini ko'rib turibmiz. Hop, mana ishlatib ko'raylikchi. Describe x va Ctrl Enter bosadigan bo'lsak, ha, to'g'ri. Bizani bazamiz x emas, baza. Shu joyda ham e'tiborli bo'lasiz. Ya'ni katta kichik harflarda ham juda ham e'tiborli bo'lmasangiz, ya'ni mana bunaqa xatolik berishi mumkin. Va mana Ctrl Enter bosganimizdan keyin ko'rishimiz mumkin, ya'ni umumiy ma'lumotlar kelib chiqadi. Buni ichida o'rta arifmetika ham bor, mediani ham bor, minimum, maksimum va skew va kurtosis qiymatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Hop. Hozircha shu joyda to'xtaymiz. Keyingi qismga o'tishdan oldin yana bitta oxirgi narsani tushuntirib o'tishim kerak. Bu narsa, ya'ni